Biz yashayotgan olam to'liq tushunilgan deb ayta olmaymiz. Juda ko'p narsalar o'rganilgan bo'lsa-da, lekin hali ham javobsiz savollar ko'p. Balki ishonmassiz, ammo dunyo shunchaki sirlarga to'la. Bu qiziq fakt kanali va men bu videoda biz yashayotgan olam qanday jumboqlarni yashirayotganligi haqida gapirib beraman. Videoni boshlashdan oldin like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Shunda sizga yangi kontentlar yetkazib bera olaman. Biz osmonga qarayotganimizda hozirni ko'rayotgandek his qilamiz. Aslida esa ko'rayotganimiz o'tmish. Yorug'lik bizga yetib kelguncha minglab, millionlab, ba'zida esa milliardlab yillar o'tib ketadi. Bu degani osmon hozirgi lahza emas, kechikkan xabarlar to'plami xolos. Koinotga chuqurroq qaraganimiz sari ko'rinadigan narsalar kamayadi. Biz kuzatayotgan galaktikalar, yulduzlar, koinotning juda kichik bir qismi xolos. Qolgan qismi ko'rinmaydi, lekin aynan o'sha qismlar asosiy ulushni egallaydi. Koinotdagi ko'plab galaktikalar biz kutgandek harakatlanmaydi. Ularning aylanish ichida yashirin kuch borligini ko'rsatadi. Shu sababli qora materiya degan tushuncha paydo bo'lgan. Ammo qora materiya bu topilgan narsa emas. Bu nom qo'yilgan bo'shliq. Biz uning nima ekanini bilmaymiz. Uni ko'ra olmaymiz, faqat ta'sirini sezamiz. Uning mohiyati esa shunchaki qorong'u. Agar qora materiya noma'lum bo'lsa, qora energiya undan ham mavhum. Koinot kengaymoqda, bu kengayish sekinlashmayapti, aksincha tezlashyapti. Bu hodisani tushuntirish uchun qora energiya degan atam ishlatiladi. Ammo bu atamni tushuntirish emas, balki belgi. Uning mexanizmi qanday? Insoniyat bu haqda taxmin ham qila olmaydi. U qanday qilib yaralgan, qayerdan kelgan, qayergacha boradi? Barchasi noma'lum. Ko'pchilik qora tuynukni hamma narsa, yulduzlar, galaktikalarni yutadigan kosmik obyekt sifatida biladi. U haqda ko'plab nazariyalar o'ylab topilgan, filmlar suratga olingan. Ammo zamonaviy fan ular haqida aniq tasavvurga ega emas. Ishonmaysizmi? Unda eshiting. Hech qaysi maqola qora tuynukni to'liq o'rganilgan obyekt sifatida belgilamaydi. Qora materiya va qora energiya haqida gapirish ham shart emas. Bundan tashqari, biz nafaqat koinot, balki hatto o'z sayyoramizni ham to'liq anglab yetganimiz yo'q. Balki ishonmassiz, ammo hatto sayyoramizning o'zida ham insoniyat uchun mavhumliklar yetarlicha ko'p. Yer yuzining 70% suv bilan qoplangani ko'pchilikka ma'lum, ammo aksariyat odamlar uni to'liq o'rganilgan deb hisoblaydi. Aslida inson ko'zi bilan butun suv olamining 100 mingdan bir qismigina kuzatilgan xolos. Ilmiy tadqiqot uchun ishlatilgan sonarlar, robotlar, iqlim sensorlari orqali taxminiy va qisqacha xaritalangan hududlar butun gidrosferaning 20-30% tashkil etadi. Qolgan 70-80% mutlaqo noaniq. U yerlarda qanday hayvonot va nabotot olami mavjud? Bizlar bilgan taxminiy kontur va xaritalar aniqligi ham aslida taxmin. Okean tagida tog'lar, chuqurlar, kanyonlar va geotermal vulqonlar mavjud. Ularning yaratilish jarayoni va tabiiy o'zgarishlari inson uchun tushunarsiz. Tektonik plitalar, suv bosimi, magma harakati murakkab uyg'unlikda ishlaydi. Bu shakllanishlar esa inson ko'ziga g'alati va mavhum ko'rinadi. Chuqur okeanlarda yashovchi organizmlar ko'pincha ko'zga ko'rinmaydi. Tabiiyki, u yerda ko'plab yangi hayot shakllari mavjud bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Mana bular sifanoforlar deb ataladi. Ko'pchilik uchun notanish yangi hayot shakli yaqinda kashf etildi. Balki tubsizlikda undan ham sirlilar bordir. Dunyoda minglab sivilizatsiyalar bo'lgan, lekin ularning ko'plari haqida faqat qisman ma'lumot mavjud. Yo'qolgan shaharlar, o'qilmagan yozuvlar va sirli artefaktlar bizga faqat taxminiy hikoyalar beradi. Piramidalar, Stonehenge, Nazca chizmalari, ularning yaralish maqsadi va texnologiyasi hali ham sirli. Hatto manbalar bir-birini inkor etadi yoki qarama-qarshi voqealarni yozadi. Shu sabab o'tmish biz uchun doim noma'lum va tushunarsiz. Ko'plab yozuvlar va arxivlarning katta qismi yo'qolgan. Topilgan artefaktlar qisman hikoya beradi, lekin ularning to'liq ma'nosi sirli. Yana har bir yangi topilma yangi savollarga sabab bo'ladi. Tarix insoniyat uchun mavhumlik va sirlar maydoni.
Biz bilamiz deb o'ylaymiz, lekin o'tmishning katta qismi noma'lum va tushunarsiz. Har bir shahar, yozuv va artefakt faqat yuzaki hikoya beradi. Haqiqiy voqelik esa hali ham sirli va mavhum. 21-asr insoni uchun haqiqiy kashfiyotlar hali oldinda va ularni o'rganish hech qachon tugamaydi. Bir misol keltiray. Qadimgi odamlarning kundalik hayotini g'or rasmlari yordamida qisman o'rganish mumkin. Ammo o'sha davrdagilar rasmlarni kelajakdagilar o'tmishni tushunishlari uchun yaratmaganliklari aniq. Yozuvlardan-ku ko'proq ma'lumot olsa bo'ladi. Endi diqqat qiling. Yozuv paydo bo'lganiga 5000 yil bo'ldi. Eng qadimgi g'or rasmlarining yoshi 45000 yil atrofida. Insoniyatning butun tarixi esa 300 000 yil. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsam, insoniyat, sivilizatsiyalar rivojlanishining barcha voqealarining sodir bo'lgan zamonning 98%da hech qanday yozuvlar bo'lmagan. 90%da esa hech qanday rasm, rusumdan asar ham yo'q edi. Bularni bilib turib, tarixdan yaxshi bilaman deya olasizmi? Insoniyat uchun eng katta mavhumlik ong. Ong bu insonning o'zini, atrofni va voqealarni idrok qilish qobiliyati. Ilmiy jihatdan ong miya faoliyati mahsuli, lekin uning tabiati hali to'liq o'rganilmagan. Odam o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini va xotirasini ong orqali anglaydi, lekin ongning to'liq mexanizmi sirli. Miyaning turli qismlari ongni shakllantiradi. Qaror qabul qilish, hissiyot, xotira. Ammo miya ong emas. Ongni to'liq o'lchash yoki tasvirlash imkonsiz. O'tmish, hozirgi vaqt va kelajakni ong orqali idrok qilamiz, lekin ong haqiqiy voqeani to'liq anglamaydi. Ba'zi tadqiqotlar ongni sirli makon deb ataydi, chunki u insonni boshqaradi, lekin o'zi nimadan tashkil topgani to'liq tushunilmagan. Ong orqali inson tarixni saqlaydi va kelajakni taxmin qiladi. O'tmishni eslaymiz, hozirni idrok qilamiz, kelajakni taxmin qilamiz. Lekin ongning o'zi nima ekanligi, qayerdan kelgani va qanday ishlashi haqida ancha noma'lum. Kelajak insoniyatning eng katta mavhumliklaridan biri bu albatta kelajak. Ko'pchilik bilmaydi. U faqatgina vaqtning oqimi emas, u insoniyatning o'zi yaratayotgan sirli olam. Texnologiya tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Sun'iy intellektdan tez o'rganadi, robotlar ishlarni o'zlashtiradi. Genetika va kiberfizika inson hayotini tubdan o'zgartiradi. Ammo savol shuki, biz buni nazorat qila olamizmi yoki u bizni boshqaradimi? Kelajakning ekologik sirlarini ham hech kim bilmaydi. Iqlim o'zgaradi, dengiz sathilari ko'tariladi, resurslar kamayadi. Biz buning oqibatini taxmin qilamiz xolos, lekin haqiqiy natija noma'lum. Har bir qaror, har bir kashfiyot yangi noma'lumni yaratadi. Jamiyat va inson tabiati ham noma'lum. Koinot inson ongini o'zgartirishi mumkin. Odamlar yangi ma'naviyat va bilim darajalariga yetadi yoki aksincha o'zini yo'q qiladi degan qarashlar ham bor. Kelajak bu bizning taxmin va farazlarimizdan iborat olam. Har bir yangilik, har bir kashfiyot yangi savol, yangi mavhumlik. Biz uni yaratamiz, lekin tushunmaymiz. Biz uni o'ylaymiz, lekin idrok eta olmaymiz. Biz unga qaraymiz, lekin u bizni kutganimizdek kelmaydi. Biz bugun ko'plab savollarga duch keldik. Ularning ba'zilariga javoblar bor, ba'zilarida esa yo'q. Ilm va fan rivojlanib bormoqda, ammo noma'lumliklar hali hamon saqlanib qolmoqda. Ammo bir nimani tushunishingizni xohlayman. Bu noma'lumliklar qo'rquv emas, balki izlanish uchun sabab bo'lishi kerak. Har bir kashfiyot olamni tushunishga yo'naltirilgan qadam. Savollar tugamaydi, chunki aynan ular ilm fanni oldinga yetadi. Bu qiziq fakt kanali edi. Keyingi sonlarimizni o'tkazib yubormang. Barchaga omad.